Do'stlar, ajoyib xushxabar. Albatta men uchun xushxabar. Sizlarga shuni ilindim. Ba'zi bir o'quvchilar o'ziga bo'lgan ishonchi tufayli qisqa muddatda sifr sertifikatlarni qo'lga kirityapti. Albatta, o'ziga bo'lgan ishonchi va o'qituvchiga %100 bilimiga, %100 ixlos qo'yish va ishonish. Shu o'qituvchi tomonidan berilgan har bitta ko'rsatmalarga %100 amal qilish o'quvchilarni shu natijaga, yuqori natijaga qisqa vaqt ichida olib chiqadi. Ba'zi bir bilamiz, o'quv markazlariga yuradigan o'quvchilarda bir boshlagan ishida hech unum bo'lmaydi, baraka bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu bitta ishni boshladimi, oxiriga yetkiza olishlik quvvati yoki nima desak bo'ladi, ichki shijoati yoki sabri, toqati yetmaydi. Shunday o'quvchilar bor. Mana yaqinda natijalari chiqdi. Mana ko'rdinglar o'zinglar, sefarda kim necha oldi. O'quvchilarimning aksariyati beginner darajani bitirib kelgan va beginner darajadan tavakkal qilib tashlab ko'rgan va A2 ya'ni A2 darajani olgan va millionim kelganda A2 daraja bilan kelganda 1,5 oy har kuni shug'ullandik. O'zi aslida bu o'quvchiga B1 so'rab kelganda, "Domla, menga B1 bo'lsa ham bo'ladi." Lekin qarangki, u bolaga taqdir kulib boqqan ekan, Allohning bir fazli bilan bo'ldi. Albatta 1,5 oy ichida to'liq tayyorgarlik ko'rib B2 sertifikatini oldi. Bunga nima deysiz? Shunday o'quvchilar bormi ichinglarda? Agar bor bo'lsa, kommentariyada plus yoki bo'lmasa o'zingizlar fikringizni berib o'tinglar. Qanday qilib bu bola beginner darajani bitirgan holatda B2 sertifikatiga qo'lga kiritdi?